Sedana haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habbati as-sawda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Sizlar biz olib ishlatayotgan aptekani dorilari, birodarlar, shu doktorlarda o'zlarining gapi, bir joyingizga foyda bo'lsa, bir joyingizga zarar. Yaxshi uyqudorini bittani ichasiz, yaxshi uxlaysiz. Xotira nima bo'ldi? Falon ukolni olasiz, beringizni tikka qilib qo'ydi, jigar nima bo'ldi? Bu dorilarda bir tomoni dori bo'lsa, bir tomoni zarar, birodarlar. Ammo tabiiy narsalar faqat foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sedanani shunday fazilati borligini aytibdi. Bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Payg'ambarimiz havoyi xohishi bilan gapirmaydi. Rasululloh nimani aytayotgan bo'lsa vahiy bo'ladi, birodarlar. Mana shu Misrda o'tkazilgan bir ilmiy anjumanda sedana haqida so'z ketgan. Mana shu sedana insonning immunitetini kuchaytirish haqida olimlar bir chiqishlar qilgan, dokladlar qilgan. Avvalgi hamma nonning ustida nima bo'lardi? Sedana bo'lardi. Juda ham arzon sabzavot mevalar bor, birodarlar, salomatchilik uchun katta. Agar olmadan ko'ra piyozni insonga foydasi 10 barobar ko'p desa kim ishonadi? Mana olmalar kelyapti. Tuxumdaqa bir xil. Chersang dangillaydi. 1 yil tursa ham so'limaydi. Qurtam yemaydi uni-chi. Forma, rang, shakl bir xilda, agar bitta teshik qilsiz tushib ketaveradi hammasi bir xil. Genna modifitsirованный deb qo'yadi bularda. O'zimizni noqatda olmasi yaxshi. Qurti bormi chekasida? Ey, o'ylab yeylik. Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas dedi Alloh taolo. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonlar qo'li qilgan ish tufayli. Allohning ishiga aralashib qo'yapti bandalar. Hayvonga chachishtiryapti. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan mevani mevaga chachishtiryaptiki, kattaroq bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Nimani yeyotganimizga qaraylik, birodarlar. Sholg'omning foydasi haqida o'qiysiz, hayron qolasiz. Karam arzimagan pulga beradi. Chakana vitamin bormi? Birodarlar, bu vitamin emas bular. Bular har bittasi apteka. Sizlar nimaga intilib o'lyapsizlar, yoshlar? Fast foodga intilib o'lyapsizlar. Dunyodagi eng ko'p semiz kasalligi ana shu Amerikada. 4 tadan bittasi semizlik kasalligiga duch kelgan ekan. Yaqinda bir dokumentariy film ko'rdim. 30 kun faqat fast food yedi. O'sha sizlar o'lib xursand bo'lib yeyotgan ukalar. 30 kunda bilasizmi? 6 kilo semirdi. Nafas olishi qiylandi. 30 kun faqat shu narsani, ertamanga ham, kech paytga ham 30 kun yedi, kasal bo'ldi. Shuning uchun qog'ozga o'rab yiltiroq qilib qo'ysa, yevermaylar har narsani. Yeyotgan tovuqlaringlarni qaranglar, plasmassa. Yeyotgan tuxumni qaranglar, birodarlar. Chaqingda sarig'i turmaydi joyda, yayilib ketadi. Rosakam tovuqni tuxumini chaqing turadi, hali karishniy bo'lib o'rtadagisi. Yayilmasdan. Qaranglar nima yeyotganinglarda. Bu narsani albatta salomatchiligimizga ta'siri bor. O'sha tovuqni yeng. Zo'r. Ekan bozordan bitta tovuqni so'yib chiqib pishirib yeng-da.